Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yili 8-oyning 31-kuni, shanba kuni kech. Oldi bilan men Amerikaning makrolik iqtisodiy holati haqida ikki jumla so'zlayotgandan keyin undan Donald Trump va Kamala Harrisning Amerikaning bundan keyingi uy mulk bozori va Amerikaning mulozimat sohasida mavjud tipping, ya'ni az to'la mulozimatchiga minnatdorligini bildirish uchun iste'molchilarning pul beradigan mushu xil ishlari haqida bu ikki nomzodning o'tirib qo'ygan ba'zi so'zlarini cho'rdigan holda Amerika jamiyatida mavjud minnatdorlikni ifodalash uchun haq berish, ya'ni tip berish haqida kichkina to'xtalib o'tay. Chunki biz bu jamiyatlarda yashayotimiz, bular haqida ma'lum tushunchalarga ega bo'lib qo'ysak, ba'zi yerlarda diqqat qilamiz, ba'zi yerlarda martrak bo'lamiz. Xo'sh. 7-oyda Amerikaningki emgak ministrligi ishsizlik nisbatining 4,13% ga o'rilganligini, ishsizlik sug'urtasiga iltimos qilganlarning sonining oshganligini, shu vajidan analizchilarning Amerikaning Markaziy bankisining 9-oyning 17 va 18 kunidagi yig'inda o'simni 0,25% emas, 0,15% atrofida kesdiganligi haqida ham Jeremy Powell Markaziy bankining boshlig'ining bu haqda imo qilganligi to'g'risida o'tganda men so'zlab o'tgandim. Mush bir hafta ichidagi ahvol nima bo'ldi deganda 8-oyda dastlabki shaxsiylarning, ya'ni personal expenditure, consumer expenditure deb qo'yamiz. Shaxsiylarning iste'mol chiqimlari ko'rsatkichiga qaraydigan bo'lsak, iste'mol 8-oyda iste'molda muayyan ish va ammo pul pahalligida muayyan pasiyish bor. O'simni o'stirishning maqsad pul pahalligini tizgilash edi. Demak, pul pahalligida pasiyish bor degan gap, ham ishsizlikning muayyan darajada ortishi hozir analizchilarda, mablag' sag'uvchilarda 9-oyning 17 va 18 kuni o'simning kesilganligining asosan mutlaq bo'lib qolganligidan darak beryapti, ammo uning zodi qanchalik % kesilganligi haqida har xil kishilar farazlarni o'tirib qo'yishyapti. Ya'ni 0,25% mi yoki 0,15% mi? Ba'zilar 0,15% deyapti. Shunga hozir bir necha kun oldiki nimaga qarasam, xabarga qarasam, Amerikaning uy mulk bozorida 30 yillik uy qarz olish uchun, mortgage olish uchun oladigan qarz o'tgan oylardagi 7,6% dan 6,3%larga tuvalliganligini deyapti. Demak, bu yerda banklar, ya'ni qarz beradigan pul muomala organlari iste'molchilarga yoki shirkatlarga qarz beradigan bu pul muomala organlari Markaziy bankining o'simni kesilganligidan, ya'ni 0,15% atrofida kesilganligiga nisbatan muayyan ishonch qilyapti degan gap. Shunga hozir mana bu bir necha kun buyon panchaklarda azroq ko'tarilish bo'lyapti. Shunga bu to'g'risida bir azroq deb qo'yay. 8-oyda Amerikada iste'molchilar, ya'ni aholilar ko'proq avtomobil sotib olgan. Avtomobil deganimiz, mashina deganimiz bahsi yuqori, uzun chidaydigan, durable goods deymiz, uzun chidaydigan tovar. Buning bahsi yuqori, bu setilish yuqori bo'ldi degan gap kishilarning iqtisodida ahvol unchalar nachar emas. Ya'ni kishilarning setilish kuchi bor degan gap. Yakun 9-oyda o'sim kesilishining ehtimoligi intayin yuqori. Xo'sh, endi xabaringlarda bo'lgandagidek, Cumhuriyetçiler Partiyasidan nomzod ko'rsatilgan, bu qitim Amerikaning prezidenti bo'lishga nomzod ko'rsatilgan Donald Trump bilan hozir Amerikaningki muavin prezidenti Demokratlar Partiyasining kelar navbatdagi Amerikaning prezidentligiga saylomiga tushadigan nomzod Kamala Harris o'tirsida
saylamda o'ziga bilet tashlaydiganlarni o'ziga tortish, jalb qilish ko'rishi bo'lardi albatta. Ya'ni kimning ko'z qarashini kishilar mayilroq bo'lsa, kimning ko'z qarashi mayilroq bo'lsa, shunaqa bilet tashlaydi degan gap. Odamlar o'ziga foydali ishni qildi. Ya'ni o'zining manfaatiga vakillik qilgan odamning bilet tashlaydi. Shunaq bo'lganlikdan bularning o'ziga xos tuzgan saylam siyosatlari bo'ladi degan gap, usullari bo'ladi degan gap. Yaqında Donald Trump öymülük bazarına nisbeten bir gap qildi. Kamala Harris mi öymülük bazarına nisbeten gap qildi. Amerikada dunyoning boshqa yerida mavjud bu ish. Shaxsiylarning, kishilarning yoki xususlarningki o'zining uyi bo'lishi bir alayda yaxshi ish. Ya'ni Maslow'ning ehtiyojining qatlam bo'lish nazariyasiga qaraydigan bo'lsak, insonning birinchi ehtiyoji tural uy bo'lish. Bu Amerika tushininki bir muhim mazmuni kishilarning o'z oldiga shaxsiy turalg'isi bo'lish. Kishilar ijara uyda to'sin bo'ladi. Masalanda ijara uyda to'sin, uy setolmay to'sin bo'ladi, turalg'isi bor degan gap. Agar turadigan uy bo'lmay qolib qolsa, talada uxlab qoladigan ish bo'ladi. Ya'ni makonsiz uy makonsiz qolib qoldi degan gap. Shunga bir davlatning ichida nomrodlikni tugutishninki yana bir nishoni nima desa, uy makonsiz qolgan odamlarning sonini azaytish. Amerika tushini amalga oshirishning yana bir ko'rsatkichi nima desa, shaxslarning o'z oldiga o'ziga setib olgan xususiy uyning bo'lishi. Shunga bular o'ziga bilet tashlaydigan odamlarni tortish uchun o'ymlik bozor to'g'risida gap qildi. Hozir bilyapmiz, ko'ryapmiz. Pandemik, kasal vabo taqalgandan keyin Amerikada uy bozori bak eshib ketdi. Uylar qimmatlab ketdi. Onun ustiga pul pahal bo'ldi deb o'sini o'stiryapti. Bir tarafdan qarasa, uy setilish uchun oladigan qarzning nisbati yuqori, o'sim nisbati yuqori. Yani bir tarafdan qarasa, setildigan uy az, ammo uy yani shundaq turibmi, uy setib olamiz deydigan odamlar bor. Talab ta'minlashdan jiq eshib ketdi degan gap. Uy tushmayotadi-da. Yana bu hamda yuqoriroq kirimdagi odamlarga, qo'shmaashlik kishilarga nisbatan jiq mas'ul bo'lmagan bilan yakka taqmaashlik kishilarga nisbatan bir jo'rs ishlamaydigan yoki baldir ko'proq kishilarga nisbatan bir uy setilish noyta tas ish. Unda bu masala qanday hal qilamiz? Bunga nisbatan Kamala Harrisning da'vatgan hozirgi o'tirib qo'yayotgan ko'z qarashi nima desa, men manda qilaman deydi. Birinchisi 40 milyard dollar atrofida tax credit verman deydi. Baj kredit verman deydi. Kimga? Uy salaman deydigan uy mulk savdogarlarga. Ya'ni uy mulk savdogarlari sizlar bir yerlarni ichib, uylarni silib qiysanglar, ya'ni uy mulk bozorini yangi uy bilan ta'minlasanglar, sizlarga 40 milyard dollar atrofida tax credit beramiz, to'laydigan bejonlarni shunaq to'van qilamiz demoqchi. Bu shunaq va'dani beryapti. Ammo buni siyosat sifatida o'tirib qo'ysa, loyiha sifatida o'tirib qo'ysa, buni Amerikaning parlamenti tasdiqlagan vaqtdan bu kuchga aylandi. Chunki Amerika hukumatiningki bu xil moliya siyosatini Amerika parlamenti ko'rib chiqib tasdiqlaydigan gap. Andan keyin Kamala Harrisning yana ikkinchi bir degani, agar shunday bo'lsa, o'ymlik savdogarlari bu o'ymlik savdogarlarga nisbatan uy silish qizg'inligini qo'zg'aydi. Bozorda yangi uylar bo'ladi degan gap. Ikkinchisi u savdogarlarga nisbatan jalbkorlik siyosati ma'lum Kamala Harrisning ikkinchisi shu desa, ikkinchisi har bir kirma to'varak bo'lgan tunji qitim uy olamiz degan odamlarga nisbatan $25,000 hukumat to'liqlama bermez deganda gaplarni qilyotadi. Bunda bo'lgan vaqtda bir tarafdan qarasa, uy solamiz degan odamlar jiqroq uy soldi. Yana bir tarafdan qarasa, tunji qitim uy sotib olamiz degan odamlarga $25,000 pul berdiga shu bo'lsa, nurg'a odam uy olamiz deydi. Yani uy ilishni kutib turgan odamlar uy olamiz deydi. Bu chaqda ta'minlash bilan talabning o'tirishga munosabat zoti qanday bo'ldi? Shu xil munosabat
öy bahasını, öyün bahasını belgileydi. Eğer ikkilisi tasdiqdan ötep qalsa, birisi öy salımız degan adamlarga, öy mülk savdogarlarga 40 milyard dollar baj krediti berdi olsa, yoki bajdan kechirim qildi olsa, tijorat bejidan kechirim qildi olsa, yana bir tarafdan birinchi qitim, tunji qitim öy setib olamiz degan kishilarga 25 ming dollar to'liqlama pul berilgan ish olsa, bir tarafdan öy bilan ta'minlash ashida, yana bir tarafdan talab mashida degan gap. Agar ta'minlash haqiqatan talabdan yuqroq bo'lsa, öy bahasi shudir. Agar yani yeni silingan öyle ama öy salımız bizga 25 ming dollar puldan qo'rqamaymiz deb öy salgan adamdan soni ko'payib esa, öyning bahasi da yana bak tushib bo'lmaydi degan gap. Bu Kamala Harrisning öy mulk bozorida tutgan pozitsiyasi. Yani men prezident bo'lib saylansam, menga bilet tashlasanglar, mushuna qilaman deydi. Unda o'sha kim bunga bilet tashlash mumkin deganda, öy mulk savdogarlar bilan birinchi qitim öy olamiz deydi odamlar. Xo'sh, Kamala Harrisning öy mulk bozori tutgan hozirgi planlari da o'ta prezident bo'lmadi. Trump nima deydi desa, 2 ishni qilaman deydi Trump. 3 ishni qilaman deydi bu masalaga nisbatan. Birinchisi, qonunsiz ko'chmanlarni turkumlab qo'llab chiqarib o'taman deydi. Chunki mushular kelib, öy mulk bozorida uyning qislig'ini keltirib chiqadi deydi. Bu gapning qanchalik asosi bor? U qonunsiz ko'chmanlar kelib bu uylarni ololmaydi. Ammo bular muayyan hukumatga besim tushirdi. Masalan, bizning Massachusetts shtatida nurg'unlashgan kelgan adamlar bor. Agar o'zining davlatlari go'zal bo'lgan bo'lsa, o'zining davlatlari adolat bo'lgan bo'lsa, ashada rahat his qilgan bo'lsa, kim musofirlab u yoqqa qochadi. Bundaq aytgan vaqtda ularga istashlik qilishimiz kerak. Inson degan yaxshiroq kun ko'rsam deydi. Shunaqmi? Endi bular boya kelgandan keyin hozir ikki narsani ba'zi amerikaliklarning qarashida ikki narsani yeb ketyapti deydi. Birinchisi ommaviy aslalar, hukumatning mulkini yeb ketyapti deydi. Ya'ni ular yeyish kerak, ma'lum yerda turish kerak, shtatlik hukumatlar, ba'zida markaziy hukumatmi buni xarajat ajratadi, ko'ngil bilavdi degan gapda. Amerikaga kelib, ular och, yalang'och qilib, talada to'nlab, unday o'ylab qolsa bo'lmaydi. Yana birisi sayya ishlari. Ag'rig'andagi doktorxona uni davolamasa bo'lmaydi. Bu Amerikada bir odamning puli yo'q bo'lganligi uchun doktorxonaning sirtida qo'ymaydi. Avval davolab saqaytib o'tib, andan keyin pulni to'laydi. Agar uning iqtisodiy kirimi bo'lmasa, uni yana kechiradi va balkim uningga belgilik darajada davolanish sug'urtasi berishi mumkin. Bu tarafı insonparvarlikka yaxshi yalar, lekin ammo boj to'laydigan Amerika fuqarolari bundan norozi. Biz pul to'lab sug'urta olamiz, biz og'risak, doktorxonaga borsak, co-pay deymiz, yenimizdan chiqarib pul to'laymiz, ammo qonunsiz ko'chmanlar doktorxonaga borsa hech nima to'lamaydi. Bu naqshlik emasmi? Biz ularni boqamdiq deydi. Hamda inson bo'lgandan keyin unchalik qaqshashlar bo'lib qo'ydi degan gap. Shunga Trumpning da'vatqini mush qonunsiz ko'chmanlar bizningki davlatninki iqtisodiy boylig'ini yeb ketyapti. Bularni qo'g'lab chiqarib o'tamiz, turkumlab. Anandan keyin öy mulk bundoq uyninki bahasi tushidi deydi. Lekin ularda öy setib olgandek pul yo'q. Lekin ular u yerda ishlab öy ijaraga olib turdi. Shunga bu öy ijarasining yuqroq bo'lishini keltirib chiqarish mumkin bu odamlar. Agar ashlarni haqiqatan Trump saylanib qilib chiqarib o'tib qolsa chegaradan, öy ijarasida ba'zi shaharlarda tushish bo'lishi mumkin. Ya'ni shu qonunsiz ko'chmanlar yig'ilgan yerlarda, New Yorkda, San Fransiskoda öy ijarasi azroq tushishi mumkin agar shunday bo'lib qolsa. Ammo yana ba'zi bir qarashlar nima deydi deganda, bu qonunsiz ko'chmanlarning ichida, kelganlarning ichida bularning ba'zilari öy mulk, ya'ni qurilish sohasida ishlaydi. Ya'ni qurilish sohasida ishlaydigan odamlarning 25% qonunsiz ko'chmanlar, ular tuvan maosh ishlaydi. Agar ularni qo'lab chiqarib o'tib qolsa, navoda yangi uy soldigan ishlar aslab ketadi. Agar tuvan ish haqida adam ishiltamasa, qurilish savdogarlari uy mulk soldiganlar
payda aldığan paydam az oldu deb yeni öyünü sanmaydı. Şuna bularni qo'g'lab chiqirdim degan gap öy mülk bozorida öyünün yeni öyünün selishini, öyünün ta'minlashining tövənlişini keltirib chiqirdi deydigan shunday qarash var. Ama Trumpning bu siyosatini kimni qo'llaydi desa, ko'chmanlarga qarshi, chet elliklarga qarshi bir qism odamlar bor. Ular qo'llaydi. Trumpning bu ikkinchi bu öy mülk masalasi davatgan yana bir gap nima desa, ösümni tövənlitiman deydi. Ama o'tganda dedim, Merkezi Banka, Amerika'nın Merkezi Bankası, Amerika'nın prezidentinin Aq Saraydan mustasna aldı, özəldə müstəqil hərəkət qılıdı o deb. Yani Amerika'nın prezidenti Merkezi Banka'nın başlığı ösümni üstə deb deyənməydi o deməkçi. Lakin Trump deydi ki, mən ösümni çürümən deydi. O iqtisadi ahval belgileydi onu. Merkezi Banka'nın OPEC deydiğen Open Market Committee deydiğen bir nəsi var. OPEC Open Market Committee deydiğen moşala belgileydi. Oçuq bazar komiteti ço. Moşala belgileydi ösümni düşmeslik ve hatta Soğudu bankalarının, məbləğçilik bankalarının Merkezi Bankada talep boyunca koyduğun amanet pulunun ki prosentini yuqori kötürüş yoki çürüş arqılıq devletning ichidagi pulning miqdorini, aylanadigan pulning miqdorini kontrol qildi. Ya'ni shu ishki usul var Markaziy bankninki pul kontrol qilishda shuna ishki siyosati var. Ishki usul var. Birisi o'simni tushirish yoki tubanlatish, yana birisi Markaziy bank bilan har qaysi savdo yoki mablag'chilik shirkatlar, mablag'chilik bankalarininki Markaziy bankning g'azinasida qo'yilgan omonat pulininki nisbatini yuqori ko'tarish yoki tubanlatish deganga o'xshash. Bu Trumpning ikkinchi gapi. Uchinchi bir gapi nima desa, men Amerikaning ba'zi shtatlaridagi markaziy hukumatning ziminlarini yerlariga bo'lgan kontrolni bo'shtib, ashi yerlarni ichib o'ysilanglar deyman dedi. Yani har qaysi shtatlarda federal land var, markaziy hukumatning yerlari var. Ularni hukumat ba'zi yerlarni ochadi, ba'zi yerlarni ochmaydi. Masalan, mening uyimga yaqin kelgan bir ko'chada bir ko'cha scenic spot deydi. Yani manzillik rayon deydi. Onu hech kim o'zgartirmaydi, chaqanmaydi, atrofdagi daraxtlarni kesanmaydi, uning yoniga uy solanmaydi. Sabab nima desa, necha yuz yildan beri shunday ekan. Manzillik rayon deb shunday belgilangan ekan. Shunga markaziy hukumat ruxsat bermagicha ba'zi yerlarni kesib, yerlarni tuzlab, o'rmonlarni kesib, uy silish qiyin bo'ladi degan gap. Agar ruxsat bersa, yerlarni azroq setib olsa, yangi uylar silinsa, uyning bahasida azroq tuvanlashildi. Bu Trumpning degan gapi. Endi men Kamala Harris'dan Trumpningki öy mülk bozori haqidagi tutmoqchi bo'lgan siyosatlarini to'g'risida qisqacha deb berdim. Bularning har ikkisi mana Amerikaning ikki qitimliq prezidentlik o'rnini talashyapti. 9-oyning 10-kuni bular televizorda raqobatda munozara elib bordi. Xo'sh, endi yana bir gap. Bular yana o'ziga nisbatan millat tashlaydigan odamlarni ko'ngli o'tish uchun, ularni tortish uchun mana bir gapni dedi. Teppa o mesela aşxanalarga kirib tamoq yegan vaqtda mulozimatchilarningki xizmat uchun odatda kam deganda 15% bir tep beramiz, $100 tamoq yesak $15 ortiq to'laymiz degan gap. Bu shu ishlaydigan restoran ishlaydigan kutkchilarningki qilgan xizmat uchun minnatdorlikni bildirish. Ilgari kishilar o'zininki Amerikada o'zininki kirimini ma'lum qilgan vaqtda davlatlik markaziy baj idorasiga IRSga bular o'zining kirimini ma'lum qilgan gap. Masalan, men manda ishladim, restoranda ishladim, kutkishilik qildim, topgan pulim ma'lum. Ya'ni restoranlarda soatiga kam deganda $2 kam deganda $2 10 sentdan pul berdi soatiga, ammo ular ko'pincha qismini kishilar bergan shu tipdan to'liqlaydi ekanda. Endi bu Trump deydi, shu tipni agar men prezident bo'lib saylanib qolsam, mulozimat sohasida ishlaydigan odamlar tip orqali kirgan kirimni ma'lum qilmasin bo'ldi, boj to'lamasin bo'ladi deb.
Aşındaq restoranlarda, mehmonxonalarda ishlaydigan yuqori saviyalik restoran mehmonxonalarda ishlaydiganning tip orqali topadigan puli bir yildan 8 xonaliqsan ekanda, 100 ming dollardan chiqqan demakchi. 100 ming, 200 ming, 300 ming demakchi. Endi shuni sen ma'lum qilmasang bo'ldi demakchi ekan bu Trump. Kamala Harrismi ashundaroq mazmunni gapirdi. Bu to'g'risida har xil gaplar bo'layotdi. Ba'zilar buni qarshi turyotdi. Ammo bir narsa balkim Amerikada yashayotgan qarindoshlar bilgansizlar. Hozir qahva ichsakmi, Starbucks kirsakmi, Kayf Nero degan italiylarning qahvasini kirsakmi, 4-5 dollarlik qahva, 5 dollarlik qahva olsakmi, ashada tepada boshida turdashadi. 15%, 18%, 25% deb. Bu pandemik mazilda hatto 30% bo'lib ketgan bir oshxonaga kirib tomoq yesa 30% kichik tep beradi. Uni tushunish bo'ladi. Shunda kasal yamarayotgan chaqdimi kishilar muayyan xatarga tavakkul qilib ishlagandan keyin u chaqda kishilarning maoshi ozroq o'sish bo'ldi. 30% tepasi aqliqdi. Lekin hozir umumyuzlik shunday tep beradigan ish umumlashib ketdi Amerikada. Kishilar qarasam undan sal yerib qolgandek, qerib qolgandek, tep beribchi, sal zerikgandek. Shu bir restoran berib ancha tomoq yeb qo'ydim. Eng yuqorisi 30% tep bergan. O'tganda qarasam 25% tushiribdi. Men qo'pab mulozimachni qo'pab 30% batdi, nimish 20% tushib ketdi desam, iste'molchilar to'la qaqshig'anligi uchun 30% ni ilvatdi deydi. Şu hazır bir qahva içsəmdə çaç yasasaq, satrashdan yana qavasaq, burun qahvaga undaq tep so'raydigan ish yo'qdi. Hozir u bo'ldi. Oshxonalarda beradigan gap, mehmonxonalarda beradigan gap, taksiga chiqqancha beradigan gap. Endi bu tep beradigan ish Osiyo madaniyatida asosan yo'q. Bu qitim 7-oyda Yapon, 6-oydami? Yaponga borgan vaqtda men shuni hayron qildim. Yaponiyada hargiz tep bermaydi ekan. Shunday egilib ta'zim qilib turdi ekan. Lekin tep beradigan ish yo'q ekan, shunday yaxshi ishlasimi. Agar tep bersa, ularga haqorat qilgandek bo'ldi ekan. Lekin Amerikada tep bermasa haqorat qilgan bo'ldi. Haqorat qilgandek bo'lmaydi, hamda lekin bir xil yaxshi bo'lmaydi demakchi. Chunki ba'zi bir hikoyalarni anglaymiz Amerikada ba'zi odamlar xo'shib ketsa, ba'zi baylar shu 10 minglab, 20 minglab tep beradigan 100 ko'yilgan tamoqqa $100 lekin 10 minglab, 20 minglab beradigan tasodifiy uchrab qolgan xabarga aylandi degan gap. Chunki kishilar shu kutuvchilar hamda shu tepga tayinib yashaydigan gap. Nimalar shu restoranning xo'jayinlari, yana bu iqtisoddagi principal agent problem bor iqtisod nazariyasida. Şirkatning xo'jayini boshliq, kutuvchi agent lozim bo'ladi-da. Bu ikkisining o'rtasidagi munosabatni tangshaydimda teping. Ya'ni xo'jayin nimaga iste'mol mulozimatchiga ish haqini oz berdi. Bularga eng tuvan ish haqqi degan nimaga uchramaydigan bo'lar. Masalan, bizning ishlatgan eng tuvan ish haqqi $17.20. Restoranda ishlaydiganlarga sen cho'qim $17.20 bersa demaydi. Nima qilganda soatiga $2 13 sentdan basimi tep orqali ularning topgan puli soatlik ish haqqi yanalam 17 dan yuqori ketdi ekanda. Ammo u oshxona bilsak, oshxonada kutuvchi bo'ladi. Kutuvchi mulozimatchilik qilib, andan qilgan ish harakatiga xaridorlar bilan bunday paranglashib, yaxshi muomala qilsa, yaxshiroq tep beradi deymiz. Lekin oshpaz oshxonada, issiqda, so'g'oqda shunday kuyab, tonglab, shunday tomoq qilsa, tonglamaydi, o'tmaydi bo'lgan ekan. Kuyab, shunday qilsa, o tepni ular o'zaro yig'ib oxirida bo'lishamdi, men uni yo'qmaydi ekanman, ammo shu tepdan kirgan pulni ba'zi o'rinlar, shirkatlar, restoranlar, mehmonxonalar qanday bir taraf qilish masalasida o'xshamagan usullarni qo'llandi ekan. Hamda bu vaqtda mening deb qo'yganim shunday xususiy shirkatlarda, xususiylarda mulozimatchilar
kishilar mulozimatchilik qilsa, ularga rahmat aytish yuzasidan tep berish odatga aylangan Amerikada. Uni bir berish kerak. Ammo hukumat xodimlarga berish qilmaydi. O jinoyat bo'ladigan gap. Parxo'rlik berib ketadigan gap. Masalan, saqchilar favqulodda mashinangiz buzilib qolsa, uni yo'lda qilib qolsangiz, saqchi kelib yordam qilsa, uniga rahmat deb pul bersangiz, bu parxo'rlik qilgan gap. Marp idorasiga berib, maktabga berib, biror to'qingizni maktabga olmoqchi bo'lsangiz, u yaxshi mulozimat qilgan bo'lsa, o'qituvchi yoki birasi, uning pul bersangiz, bu parxo'rlik degan gap. Ammo xususiy shirkatlarda, restoranlarda, u yerda tep berish Amerikada odatga aylangan gap. Ammo hozir restoranlar, shirkatlar o'z ashunaq bir kirgizib oldigan shopda diqqat qilmasa, ashunaq ekan bir necha qatim beshimga ushurdi bu. Nima desa, tomoqning bahsi ular allaqachon tepni qo'shib ilib oladi ekan. Aningdan keyin yana sizdan yana tep beramsa deb so'raydi ekan. Diqqat qilib hisoblamasangiz, mehmonning oldida hujum sattur deb hisoblamay qilsangiz, yana allaqachon o'zi 15-20% tepni hisoblab olgan bo'lsa, uning ustiga yana siz qo'pib 20% ni berib o'tib qolsangiz, 40% tep berilgan shunday ahvollarmi bo'lib qoldi ekan demakchi. Hozir ham Amerikaliklar kasalda, Amerika jamiyatida kodni narsimizni o'zgartiryapti, kishilarning hayot qarashini. Ya'ni ba'zi odamlar bo'ldi, hayot degan qisqa men burun pensiyaga chiqay deb 67 yoshda pensiyaga chiqman degan odamlar 62 yoshda chiqib oladigan, ijtimoiy sug'urtadan keladigan pulni oladigan. Ham yana ba'zi odamlar kun ishga borishdan biroqlam uyda o'tirib ishlaydigan, undan keyin 19 kilo samarib ketadigan, shundoq 19 pound samirib ketadigan shundoq narsalar barliq keldi, hodisalar barliq keldi. Shuni bilan birlikda shu hamma narsaga tep beradigan mulozimat, hammasi tep beradigan narsa barliq keldi. Hozir kishilar hamda sal ishsizlik ortib, xalqlarning maoshi Covid mazgildagidek oshmagandan keyin tep berishga nisbatan kishilar sal qoqshashga o'tib qolgan gap. Shunga bu tep to'g'risida bir o'zimiz yashayotgan jamiyat bo'lgandan keyin bilib qalayli demoqchi ham. Kishilar nimishqa tep berdi desa, buni tadqiqotchilar buning sabablarini yakunlab chiqqan gap. Bir necha sabab. Birinchisi, boshqalarga tep berish, o'zini ko'z qilish uchun. Ikkinchisi, xijillab qolmaslik uchun, ya'ni tepamidi deb meni ayblab qolmasin deyish uchun. Uchinchisi, haddidan ziyoda shu mulozimatchininki mulozimatini yaxshi ko'rganligi uchun, haqiqiy ichidan chiqib. Aning to'rtinchisi, mulozimatchininki taqturqi gap so'zi, chiroy, basti deganga qarab, ashuni yoqtig'iniga qarab turib, mushnaq berdi deb yakunlab chiqargan. Ammo hozir hamma nimaga mulozimatda shundoq tep berilgan ishlar ba'zi odamlarni bezor qilib qo'yganligi uchun, masalan, kafexonaga, qahvaxonaga borsimi, tep davagan ekan, bir kunda 2 qatim qahva ichganlar, bir qatim shu olgan. Bunda bo'lgan vaqtda qahvaxonaning savdosiga ta'sir etgan gapda. Mush ishmi mana Amerikaningki prezidentlik saylimida tilga ilinyapti degan gap. Shunga Amerikaning prezidentlik saylimida prezident bo'laman degan odamlar xalq turmushiga oid gaplarni qildi. Ishsizlikni tugtaman deydi, pul paxalligini tushiraman deydi, sizlarni uy setib oladigan qilaman deydi. Ananki martni kuchaytirib, davlatning daisini kuchaytirib, mudofaasini kuchaytiraman deb so'zlaydi. Ammo u bak abstrakt, umumiylikqa ega gaplar. Ammo ma'vo konkretlashtirilishi, masalan, mulozimat sohasiga, restoran sohasiga kishilarga sizlar tep olsanglar, tepni markaziy boj idorasiga kirim sifatida ma'lum qilmasanglar bo'ladi, men shunday qilaman deyishi, mushu sohadagi kishilarningki o'ziga bilet tashlashni qo'lga keltirishga tirishayotganlikdan iborat. Undan so'ng bugun mushunchalik bo'lsin gaplar. Rahmat sizlarga.